Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar? Mana shu yanvar oyida ekkan bolgarskiylarimiz ozgina ishlar bilan bo'lib, uni syomka qilgan vaqtimiz bo'lmayotgandi. Bir ikkita akalar qiziqib so'rashgan ekan. Hosillari yaxshi. Bedana hozir bir 10 kunda mana hozir o'zi bu yil pagoda sal pastroq bo'lyapti-yu, hamma joyda ham o'zi hammaga bilinayotgandir. 10 kunda teryapmiz. Orasiga mana bodring ham ekib qo'yganmiz. Allohga shukr, bodring ham juda Xudo baraka berib juda zo'r solyapti. Naryoqda ham mana kecha ham terilgan shu bir 100 tup atrofda bodring bo'lsa kerak, Alloh alam adashmasam qolgani. Shu 10 kilo, 20 kilo bir chiqib qoladi, 20 kilo bir chiqib qoladi, bir 10 kilo. Shunaqa, mana bolgarskiylar holati mana o'tgan hafta 400 kilo cho'zuvdik. Bir 2 kun oldin 339 kilo uzdik. Oldingi haftada 29 mingdan berdik. Bu safar 26 mingdan berdik. Umumiy mana shu 7 sotik maydonimizdan 35 millionlik atrofida sotildi. Hozir mana 27 million atrofida xarajat qilganmiz. 30 million plus minusida. 20 million, 21 millioncha ko'mir yoqqanmiz. O yanvar oyining 10larida ekilgan. Ko'chatimizni Toshkentdan olib keltirganmiz. O'sha Azbek qani Toshkentda hali qo'yib boradi videolarini, o'sha Gypsy Bolgarskiy deb. O'sha kishi bilan maslahatlashib ko'chat olganmiz tanishlaridan. Anaqa bitta-ikkita o'lgan joylari bor. Qandaydir mana shu bitta o'lgan joyda atrofida bitta-ikkita o'lyapti. O'lmagan joyda o'lmagan. Uni bodringlar ham bo'layotibdi, Xudo berib. Quyib tashlagan bodringlar ham ko'rinayotgan bo'lsa, bo'g'im-bo'g'imlar ketyapti. Xudo xolasa ozuqalarni ham qilinyapti. Buni terganimizga 2 kun bo'ldi. Yana biror haftadan keyin teramiz. Mana shu Gypsy navli bolgarskiy hosillar joy ser hosil ekan. Hozir narigi tomonlarni ham ko'rsataman. Endi mana o'rta yo'laklarimiz bitta-ikkita kilonkalar qolgan. Buni mana ba'zi joylarni kilonka qilganman tajriba uchun. Ba'zi joylari kilonka qilinmagan. Mana yulganda hali bunday qilib qo'pollik qilib tortib yuboriladi-ku, ildizi qimirlab qoladi, shunda o'lib qolyapti bitta-ikkitalari. Endi mayli, Allohga shukr, yomon emas. Boriga baraka. Hop. Mana shu bitta tutda mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22 23 bitta kattaroq hosillarni bor-da, deyarli hammasida bor. Shu hozir bir haftalarda katta bo'lib ketadi bular. Xudo xolasa. Mana orasiga ham bodring ekaverish kerak ekan. Bodring ham yaxshi nima bo'lar ekan. Faqat ertaroq ekish kerak ekan. Biz kechroq ekib qo'ydik. Mana bo'y baland bolgarskiy bo'y o'sib ketgandan keyin u ko'tara olmay qoldi bodring o'zini bo'yini. Keyin hozir mana Allohga shukr ko'tarilib qoldi. Mana shunda kecha terilgan bodringlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Ora-oraga. Bedan ham hozir bir 500 ming 1 million yaqin bodring sotib qo'yildi. Xudo xolasa mana shu holatda mana hamma joylarda Xudo xolasa hosil Gypsy navli bolgarskiy hosillar joy ajoyib ekan. Bu endi taraydigan sortdan Xudo xolasa bu kuzgacha borsa kerak. Bu mana bolgarskiy ekadigan bo'lsanglar imkon qadar ertaroq ekinglar, ya'ni yanvar oylarida. Sababi martda ekadigan bo'lsanglar, u may oxirlariga chiqadigan bo'lsa 2000 3000 atrofga tushib qoladi. Ko'chatni misol 2000 dan olsak, mana shu 3000 ko'chat ekkan bo'lsak 6 millionmi? 2000 dan ko'chat pulini chiqarish uchun 3 tonna sotishlar kerak, 6 million pul chiqarish uchun. Ha endi yanvarda eksanglar 20 millionlik ko'mir yoqasizlar, ko'chat 6 million bo'ladigan bo'lsa, 26 millionmi? Mana mart, aprel oylarida 1 tonna o'sha nima bolgarskiy 35-40 million atrofida bo'ladi. 1 tonna sotsanglar hamma xarajatlar chiqadi. Aprelda xarajatdan chiqib olsanglar, iyag'i may, iyun daromadga ishlayverasizlar. 10 million qoladimi, 50 million qoladimi? Ya o'zlar nimalarga Xudo bersa ko'proq qolar. Shunaqa faqat xarajatdan chiqish uchun ertaroq qilish kerak ekan. Yo'qolsa
mart eksiz ham o'sha ko'chat, o'sha dori, o'sha mehnat, o'sha mana teplitsa bo'lsa o'sha klenka. Faqat bu yerda ko'mir yo'q xolos. Yanvarda qilsangiz ko'mir xarajat qilasiz. Zato aprelda mana mart oylarida chiqarib olsangiz 1 tonna bilan xarajatdan chiqib ketasiz. Ko'mirdan ekonom qilaman desangiz, bir 3 tonna bilan xarajatdan chiqasiz. Kami 3 tonna, 4 tonna bilan. Keyin o'ziga o'zi bo'lib turaveradi. Foyda bo'lmadi deb yurilaveradi keyin. Buni ko'p tajriba qilganmiz, ko'p shu boshdan o'tkazganmiz ko'p narsalar. Mana 5-6 yil oldin qilganmiz bu teplitsalar, ko'pchiliklar xabarlar bo'lsa kerak. Mana endi sekin-sekin tushunib, hali ilm oshib, nima sababini qilinyapti. Ilm ham ko'payyapti. Borgan sari shu dehqonchilik borasida. Allohga shukr, yomon emas. Bolgarskiy ham bo'lyapti. Naryoqda mana qulupnaylarimiz ham bo'lyapti. Allohga shukr, yaxshi bo'lyapti. Menimcha hozir mana massiv holatda ketyapti. Bir hafta 10 kunda tersak 400 kilo, 400 kiloni uzayapmiz mana shu 7 sotikdan. Yomon emas, boriga shukr. 10 mingdan sotsak ham 4 million, hozir mana 26 mingdan berdik. O'sha qancha 333 kilo, 39 kilo uzdik. 9 million atrofida pul bo'ldi. O'tgan hafta 12 millionlik, 13 million atrofida sotdik o'tgan hafta. 12 million atrofida sotgan ekanmiz. Yomon emas. Allohga shukr, yaxshi. Sotuv boshlaganimizga 1 oycha bo'ldi. O'sha mart 20lardan boshlagan bo'lsak, o'sha mana xarajatdan chiqib foydaga kirdik, Allohga shukr. Yana shuncha hosillar turibdi mana bu yoqda. Yana bir marta 400 kilo sotsak, yana shuncha foyda bo'ladi. Qiladigan bo'lsanglar, maslahat ertaroq qo'yinglar faqat. U yanvar oylaridan ekishga harakat qilinglar. Yana bir narsa, nimaga arzonroq bo'ldi pul deyishlar mumkin. Bizi rayonlarda endi katta restoranlar, oshxonalar kamligini hisobiga Azbek aka Toshkentda 60 ming, 65 mingdan sotayotgan paytda biz Namangan viloyatida biz unda 40 mingdan, 43 mingdan sotayotgandik. Chunki rayon hududi ham savdoga ta'sir qilar ekan. Chunki buni chiqarganingiz bilan atrofingizda oladigan klientlaringiz oz bo'lsa, raqobat oz bo'lsa, narx sal pastroq bo'lar ekanda. Endi Toshkentda raqobat kattaligi uchun endi raqobat bo'lsa, talaman bo'ladi-ku mahsulotingiz. O'shanda narx ko'tarilib ketarkan, yaxshi daromad qilar ekansiz. 1 tonna sotsangiz 65 million bo'lsa, Toshkentda, bu yerda 1 tonna sotsangiz 20 million, 40 million bo'lar ekan. Shuna hisobiga biz sal bundayroq bo'lsa ham, lekin shunda ham yomon emas. Shunda ham yomon emas. Qiladiganlarga lekin tavsiya qilsa bo'lar ekan, shu Gypsy navli bolgarskiy yaxshi ekan. Xudo xolasa, yana qiziqqan, bir qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, biz o'sha e'tiborimizdan chetda qolgan kommentariyalarda yozsanglar, xudo xolasa tushuntiramiz.